Bu yıl İlham Toxtining tutqun qilinganligiga 10 yil bo'ldi. İlham Toxti tutqun qilinishdan ilgari Beijingdagi Millatlar Universitetining iqtisod fakultetida dotsent bo'lib ishlagan. Shunaqla uzun mazgil oilasi bilan Beijingda yashagan edi. O 2014 15 yanvar kuni Beijingdagi uydan tutqun qilinib, shu yili 9 ayning 22-23 kunlari Urumchi shaharlik O'tir xalq sud tarafidan milliy bo'lgunchilikka qutratqulik qilish va davlatni parchalash jinoyati bilan ayblangan hamda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdek, uning Beijingdagi ayoli Guzalnur bilan ikki o'g'lining Beijingda ta'qib ostida yashayotganligi oshkorlangan edi. İlham Toxtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhamning 16 yanvar radiomizga bildirishicha, uning dadisi Ilham Toxti 2014-yili muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin dastlabki 3 yil jarayonida Beijingdagi oilasining har 3 oyda bir qatim Urumchi birinchi turmasiga berib, Ilham Toxtini yo'qlashiga ruxsat qilingan ekan. 2014-2017gacha dadamni bizni ailamizni ko'rsatishga ruxsat berdi. Har joy bir qatim ko'rsatkizdi. Halbuki 2017-yildan keyin Amerikada yashayotgan Javharning Beijingdagi oilasi va otishlik tuqqanlari bilan bo'lgan barliq aloqalari uzilgan. U dadisi İlham Toxtining 2017-yildan keyingi ahvoli haqida hech qanday uchur ola olmagan. İlham Toxtining Beijingdagi oilasi va otishdagi urug' tuqqanlari qattiq ta'qib ostida bo'lganligi uchun ilgirki tonish bilishlari bu oila bilan bo'lgan aloqasini uzgan. Ammo 2017-yildan keyin biz dadam bilan aloqamiz bulanmadi. Kirish tugizmadi, telefonimiz so'zlash tugizmadi. Javharning bildirishicha, 2017-yildan keyin u Beijingdagi Xitoy tonushlari orqali dadisi va oilasi haqida vositalik uchurlarga erishgan. Lekin boshqa taniydigan, yaxshi turadigan xansi do'stlar bor va dadamni hurmat qiladigan o'quvchilar bor. Shu orqali qarashimiz hozir. Eng kichik ukam bilan meniki adam Guzalnur adam hozir shu ikkisi Beijingda turib o'tibdi. Adam yana hozir shu kutubxonada ishlatibdi. Udul Allahlaşamayman çünkü ulardan telefon kelsa bekirek yaman ta'sir bo'ldigan, soqchilar izlaydigan, besim bo'ldigan, shunga men ularni qo'rqitib telefon olamayman. Javharning Beijingdagi Xitoy tonushlaridan egallashicha, İlham Toxtining ayoli Guzalnur garchi hozirmo Beijingdagi Millatlar Universiteti kutubxonasida ishlayotgan bo'lsa-mu, ammo uning cho'ng inisi Beijingda nopsi yo'q degan bahona bilan yurtga qaytarilib, Otishdagi yotoqlik maktabda o'qishga avatilgan ekan. Men anglashimcha cho'ng ukam Babur ukamni hozir mushu Otishga avatibdi, chunki nupusi Beijingda bo'lmagandan keyin Beijingda o'qiyolmadi. Lekin hozir mushu Otishdagi bir maktabda yetib qopib o'qiyotibdi, o'zi yolg'iz. Beijingdagi kishilik huquq faoliyatchisi 2008-yillik Sakharov erkinlik mukofotining sohibi Xo'ja Apandi İlham Toxtining Beijingdagi do'stlarining biridir. U İlham Toxti tutqun qilingandan keyin radiomizning ziyoratini ko'p qatim qabul qilib, İlham Toxtining Beijingdagi oilasining ahvolini anglitib kelgan edi. 17 yanvar kuni biz İlham Toxtining Beijingdagi oilasining ahvolini bilish uchun Xo'janing qo'l telefoniga telefon qildik. Telefonimiz Xo'ja Apandiga ulangan bo'lsa-mu, ammo u telefondagi kashili tufaylidan ovozni yaxshi anglay olmaganligini bildirdi. Telefonimiz qayta ulanganda u 2017-yildan buyon İlham Toxti haqida hech qanday yangi uchurga ega emasligini aytdi. 好兄长伊里哈木他那个被捕那个纪念日很久没有他的消息啊。 Xo'janing bildirishicha, yaqinqi 2 yildan buyon o'zi Beijingdagi uyda nazarbandda bo'lganligi uchun ilgirki yillardagidek do'stlari bilan birlikda İlham Toxtining ayoli Guzalnur va bolalarini yo'qlab turish imkoniyatiga ega bo'la olmagan ekan. 数年被限制，他没法去看他的妻子和2个孩子，非常想知道他们远在新疆的他和他现在在北京却我却见不到面的。 U boshqalar orqali İlham Toxtining ayoli Guzalnurning har vaqt soqchilar tarafidan nazorat qilinadiganligi, bu uyga sirtdan urilgan telefonlarning kirmaydiganligi va İlham Toxtining cho'ng o'g'lining Otishdagi yotoqlik maktabga olib etilganligidan xabar topganligini bildirdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida İlham Toxti tutqun qilingandan keyin uning Beijingdagi oilasining davomli nazorat ostida ekanligi haqidagi programmani angladinglar. Mehribon tayyorladi.